Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Telegram savol-javoblar davom ettiramiz. Bizda navbatdagi qiziq va aktual savollardan biri yo'llangan. Assalomu alaykum, chaqalog'imiz 12 kunlik, kindigi haliyam tushgani yo'q. Nima sababdan bo'lishi mumkin? Kindigi tushmaslikka sabablardan biri anatomik kindik. Bu anatomik kindikda kindikni yo'g'onligiga e'tibor berish kerak. Undan keyingi holatda tanani bitish yoki tanadan kindikni ajralishiga ketgan patologik va fiziologik jarayonlarga bog'liq bo'ladi. Bunday kindikni o'zini tushish holatiga biz yuqorida 1 yoshgacha bolalar parvarishida so'zlar, fikrlarni aytib o'tganmiz. Kindigi tushmadi, roddomdan uyga javob berildida, kindigi tushmadi. Shunda siz nima qilishingiz mumkin? Bunda o'sha spirtdan foydalanishingiz mumkin. Spirtni atrofiga aylantirib 2-3 mahalgacha qo'yib turasiz. Albatta kindik tushadi. Boshqa holatlarda biz yuqorida aytgandek kindikni yo'g'onligiga bog'liq bo'ladi. Ayrimlarda kindik 5 kungacha, kimlardadir keyingi 10 kunlikkacha yoki kimlardadir 3 haftagacha kindik normada tushib boradi. Kelgusi savol-javoblarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.